Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men stomatologiya fakulteti 1-son stomatologiya kafedrasining assistenti Ortiqova Nargiza Xayrullayevna. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi tishlar morfologiyasi, tish bo'shlig'i va ildiz kanallariga kirish haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. Bu slaydimizda mana tasvirga tushirilgan. Bu bo'yin oldi soha bo'ylab pastki va yuqori jag' tishlarining gorizontal kesimi. Tish bo'shlig'i bilasizlar, toch va ildiz qismlariga bo'linadi. Birinchisi tish tojining anatomik shaklini, ikkinchisi esa tish ildizlarining shaklini takrorlaydi. Mana bu slaydimizda o'rta yoshli va qari odamning tishi ifodalangan va o'zgarishlar o'ziga xosligi namoyon etilgan. Ildiz kanalining shohlanishi. Bilasizlar, bir ildizli, ikki ildizli, uch ildizli tishlar bo'lsa ham ildiz kanal shohlanadi yoki deltasimon kanalchalar ochiladi. Bu slaydimizda tish formulasi pastki va tepa jag' ifodalangan, o'ng va chap tomondagi. Hurmatli talabalar, mana bu jadvalni ko'chirib olishlaringizni istardim, chunki bu yoqda tishlarning ildiz uzunligi ko'rsatkichlari namoyon etilgan. Yuqori va pastki jag', tish raqami albatta bor. Buni nimaga biz ishlatamiz? Endodontik ishlov berishda biz albatta o'rtacha uzunligini bilishimiz kerak ildizni. Ko'chirib olgan degan umiddaman. Mana bu keyingi slaydimizda ildiz cho'qqisi va deltasimon shohlanish ifoda etilgan. Ildizning cho'qqilari bilasizlar, fiziologik cho'qqi, anatomik teshik va rentgenologik cho'qqi bo'ladi. Vayn bo'yicha barcha ildiz kanallar 4 tipga bo'linadi. Bu birinchisi pulpa kamerasidan ildiz cho'qqisiga bitta kanal, ikkinchi tip pulpa kamerasida ikkita kanal chiqib, ildiz cho'qqisida bitta kanal bo'lib tugaydi. Uchinchi tip pulpa kamerasidan ikkita kanal chiqib, ildiz cho'qqisiga davom etadi. To'rtinchi tip esa pulpa kamerasidan bitta kanal chiqib, ildiz o'rtasida ikkiga bo'linadi va ikkita alohida cho'qqi bo'lib tugaydi. Mana bu slaydimizda esa har xil shakldagi kanallar va shohlanish ifoda etilgan. Pulpa kamerasi, mana birinchi slaydimizda pulpa kamerasi tubidan boshlanib, to ildiz uchigacha davom etadi. Bunday turdagi ildiz kanali markaziy kurak tishlarga xosdir. Bunday tishlarni davolash qiyinchilik tug'dirmaydi. Ikkinchisida ildiz kanallari pulpa kamerasi tubiga ayri holda boshlanib, ildiz uchki tarafida birlashadi va yagona apikal tirqish sifatida yakunlanadi. Bunday tur pastki kurak va yuqori premalar uchun xos. Pulpa kamerasi 3-slaydimizda pulpa kamerasi tubidan yakka kanal holida boshlanib, ildizning 1/3 qismida ikkiga ajralib, yana apikal sohaga yagona tizimga birlashib, bitta apikal teshik sifatida yakunlanadi. Bunday holat yon guruh tishlariga xos. Bir ildizli tishda keyingi slaydimizda ikkita mustaqil bir-biriga bog'liq bo'lmagan holatda boshlanadi va apikal sohada shu tarzda yakunlanadi. Bunday kanallar tizimiga pastki katta va kichik oziq tishlar va kurak tishlar egadir. Keyingi slaydimizda bir ildizli tishda faqat bitta kanal bo'lib, u apikal sohada ikkita kanalchaga ajraladi. Bunday holat ko'pincha pastki kichik oziq tishlarda kuzatiladi. Keyingi slaydimiz bir ildizli tishda pulpa kamerasining tubida yakka kanal sifatida boshlanadi, so'ng ikkitaga ajralib, kanalning o'rta qismida o'zaro birlashadi va apikal sohada yana ikkiga ajraladi. Bunday shakldagi kanalga albatta mexanik va tibbiy ishlov berish murakkabroqdir. Keyingi slaydimizda bitta kanal pulpa kamerasi tubida boshlanadi, so'ng kanalning o'rta qismiga qum soati shaklida torayadi,
so'ng ikkiga ajralib, yana birlashadi va apikal teshik sohasida ikkiga ayrilib tamomlanadi. Bunday tishlar murakkab bo'lib, ular pastki jag'ning yon guruh tishlarida kuzatiladi. Keyingi slaydimizda mana ko'rib turganlaringizdek, bu ham bir ildizli tishlar bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda 3 ta kanallar yo'naladi. Bunday turdagi kanallar kamdan kam uchraydi. Keyingisida bir ildizli tishlarda bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda 3 ta kanallar yo'naladi. Ular o'zaro apikal sohaga birlashib, yakka kanal bo'lib tugallanadi. Bu turdagi kanal pastki jag'ning 3-malariga xosdir. Demak, bu ko'rinishdagi tish aql tishi yoki bilasizlar 8-tishga xosdir. Mana bu slaydimizda ko'rib turganlaringizdek, premalarning molarizatsiyasi. Demak, premalar kichik oziq tish katta oziq tishga aylanishi. Yuqori jag'da ko'pincha 14-24-tishlarda kuzatiladi, pastki jag'da esa 35-45-tishlarda. Bu tishlarda yuqori jag'da 3 ta kanal, pastki jag'da esa 2 ta kanal bo'ladi. Hurmatli talabalar, ildiz kanallarining topografiyasini bilasizmi? Demak, yana bir bor eslaymiz. Bu slaydda mana ko'rib turganlaringizdek, birinchi kurak tishimiz yoki markaziy tish. Bunda bitta ildiz, bitta kanal bo'ladi. Mana birinchi markaziy kurak tishi. Demak, uzunligi 22,5 mm, chiqishi 7-8 yoshda bilasizlar, ildizda shakllanishi 10 yoshga boradi. Mana bu yoqda ham ko'rib turganlaringizdek, mana markaziy kurak tish. Ildizni joylanishi va shakli. Ikkinchi yuqori yon kurak tishi. Demak, uzunligi 22 mm bo'ladi. Tish 8-9 yoshda chiqadi va ildiz shakllanishi 11 yoshga tugaydi. Yuqori qoziq tish. Demak, uzunligi 26,5 mm, ildizni shakllanishi 13-15 yoshgacha tuga bo'ladi va chiqishi 10-12 yosh hisoblanadi. Demak, mana bu yoqda ko'rib turganlaringizdek 14-24-tish va 15-25 chap va o'ng tomondagi tishlar. Ko'rib turganlaringizdek 14 va 24-tishda bilasizlar, 80% da ikkita ildiz, ikkita kanal bo'ladi, kuzatiladi. 95% da kuzatiladi. 15-25-tishda esa bitta ildiz, bitta kanal kuzatiladi. Keyingi yuqori birinchi premalar tish. Buni bilasizlar. Значит, uzunligi 20 mm bo'lishi mumkin. Ildiz shakllanishi 12-13 yoshga tugaydi va chiqishi 10-11 yosh hisoblanadi. 72% da ikkita ildiz, ikkita kanal kuzatiladi. Yuqori ikkinchi premalar tish. Bu ham xuddi shunday. Uzunligi demak 21,5 mm bo'lishi mumkin. Tish 10-12 yoshda chiqadi va tishni ildizi 12-14 yoshda shakllanadi. 75% da bitta ildiz, bitta kanal hisoblanadi. Demak, mana bu yoqda ko'rib turganlaringizdek, tepa, chap va o'ng tomondagi tishlar 16-26, 17-27, ikkinchi qoziq tishimiz, ikkita ildiz,
va 3 ta kanal bo'lishi mumkin. Yuqori birinchi molar tish. Demak, yuqori birinchi molar tish uzunligi 20,8 millimetr, chiqishi 6-7 yoshda va ildiz shakllanishi 9-10 yoshda tugaydi. Bu molar tishimizda 3 ta ildiz, 3 ta kanal. Ayrim praktikada yoki mana amaliyotda uchratishimiz mumkin. 4-5 kanallari ham uchrashi mumkin. Demak, 16-tish. Tag'lay kanali, distal lunj kanali, medial lunj kanali va 4-kanal ham bo'lishi mumkin. Yuqori ikkinchi molar tishida o'rtacha uzunligi, demak 21 millimetr bo'lishi mumkin. 54% 3 ildizli, lekin 46% 4 ildizli bo'lishi ham mumkin. Tish bo'shlig'i ko'psimon shaklda bo'lib, ildiz kanaliga 3 ta kirish qismi aniqlanadi. Bu yuqori 3-molar tishi yoki aql tishi deymiz. Demak, bu tish chiqishi 17-22 yosh hisoblanadi. Ildizda shakllanishi 18-25 yoshgacha, uzunligi 17 millimetr bo'lishi mumkin. Demak, pastki jag'ning markaziy va yon kurak tishlari, ildiz ham, kanal ham bitta bo'ladi. Ayrim kasallarda yo bemorlarda mana ikkita ildizlik ham uchrashi mumkin. Pastki birinchi kurak tishi. Demak, o'rtacha uzunligi bu 21 millimetr, 23 millimetrgacha hisoblanadi. 70% bitta ildiz, bitta kanal bor, lekin 30% gacha ikkita kanal ham uchraydi. Ildiz to'g'ri ikki tomondan siqilgan, kanali juda ham tor. Tish bo'shlig'i til tomonidan ochiladi. Charxlashda bularga albatta e'tibor berishimiz kerak. Pastki ikkinchi kurak tishi, demak, uzunligi o'rtacha 22 millimetr bo'lishi mumkin. 57% da tishning bitta ildizi, bitta kanali bo'ladi, lekin 30% da ikkita ildiz, ikkita kanal. 13% esa ikkita qo'shilib ketadigan kanallar mavjud. Tish bo'shlig'i xuddi shunday til tomonidan ochiladi. Pastki qoziq tish. O'rtacha uzunligi 26 millimetr, ayrimlarda 28,5 millimetrgacha bo'lishi mumkin. Odatda bu tishda bitta ildiz, bitta kanal bor, lekin 6% da ikkita kanal bo'lishi ham mumkin. Kanal yaxshi o'tuvchi, keng, tish bo'shlig'i til tomonidan ochiladi. Ildiz kanaliga kirish uchun bo'shliq gumbazi olinadi. Kanalga kirish joyi voronkasimon kengaytiriladi. Mana bu yoqda ko'rib turganlaringizdek, mana pastki tishlar. Pastki kichik oziq tishlar. O'rtacha uzunligi 22 millimetr, 73,5%, demak, bir ildizlik, bir kanalli bo'ladi. Qolgan 6,5% ikkita qo'shiladigan kanal bo'lishi ham mumkin. 19,5% ikki ildiz va ikkita kanal ham uchraydi. Tish bo'shlig'i bo'yin qismidan pastroqqa kengayadi va ildiz uchiga borib torayadi. Pastki ikkinchi oziq tish o'rtacha uzunligi 22 millimetr bo'lishi mumkin. Demak, 86,5% bir ildiz, bitta kanal bor. Ildiz kanali yaxshi o'tuvchi, ildiz biroz distal tomonga bukilgan, tish bo'shlig'i chayna yuzasi orqali ochiladi. Mana bu slaydimizda mana ko'rib turganlaringizdek, har bitta tishning kanaldagi yo'nalishi ifoda etilgan. Demak, bular pastki oziq katta tishlar. Demak, distal kanal, medial til kanali, medial lunj kanali hisoblanadi.
46-tishda. Pastki birinchi molar o'rtacha uzunligi 22 mm bo'ladi. Odatda ikkita ildizli, bu 97 dan 97,8% uchta kanali bor. Distal kanali oval shaklida, yaxshi o'tuvchi. Medial ildizda ikkita kanal, medial lunch va medial til kanallari mavjud. Ikkala kanal bitta cho'qqi teshigi bilan tugallanadi. Kanallarga kirish teshiglar uchburchakni eslatadi. Tish bo'shlig'i chayna yuzasidan distal kanal tomoniga ochiladi. Pastki ikkinchi molar o'rtacha uzunligi, demak 21 mm, odatda 2 ildizli 3 kanalli bo'ladi. Bu medial kanallari 49% cho'qqiga qo'shilib ketadi. Distal ildizda bitta kanal bo'lib, 28% esa ikkita kanal, ikkita bo'lishi ham mumkin. Distal ildiz to'g'ri yo'nalgan, medial ildiz distal tomonga qiyshaygan. Medial va distal ildizlar qo'shilishi mumkin. Tish bo'shlig'i o'rtada joylashgan bo'lib, to'rtburchakni eslatadi. Tish bo'shlig'i chayna yuzasidan ochiladi. Pastki 3-chi molar yoki bu aql tish hisoblanadi. Mana bu slaydda ko'rib turganlaringizdek, shakli, ildizlari namoyon etilgan. O'rtacha uzunligi 19 mm, ba'zi 20 mm gacha bo'lishi mumkin. Koronka shakli va ildiz soni turlicha bo'lishi mumkin. Tish bo'shlig'i chayna yuzasidan ochiladi. Demak, mana bu slaydimizda ko'rib turganlaringizdek, mana endodontik zond bilan ishlov berilganda to'g'ri va noto'g'ri yo'nalishi ko'rsatilgan. Mana bu slaydimizda esa mana ko'rib turganlaringizdek tishni toch qismi va ildiz qismi ifodalangan. Mana bu slaydimizda mana klinik misol keltirilgan. Mana ayrim tishlarda 5 ta kanalgacha bo'lishi mumkin. Bu slaydimiz ham o'sha misol keltirilganda, mana bitta ko'rib turganlaringizdek, mana C bilan D rasmimizda nechta kanalligi ifoda etilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.